O'tgan kungi syomkani ikkinchi qismini sizlarga ko'rsataman. Syomka Gori tomonda bo'ldi. O'zim bilmayman qanaqa qilib Goriga kelib qolganimni. Chunki ertalab taksida uxlab kelgandim. Eng qizig'i, mani переводчикim O'zbekistondan ekan. Bu syomka o'tgan safargi syomkadan kamroq bo'ldi. O'tgan safar 7 soat 70 добрс kelgandim. Bu safar 5 soat 22 добрс keldim. Syomka прям милый, эстетичный, по-домашнему o'tdi. Vaqtimiz kam bo'lgani uchun apet qilishga uspet qilmadik. Zato mani kurasan, matcha, kofe, klubnikalar bilan syomka paytida qornimni to'ydirishdi. Bu safar video uchun ko'proq reel soldik. Sochimni yig'ib ham syomka qildik. Eng qizig'i, syomkani oxirida mendan intervyu olishdi ingliz tilida. Bu meni sochim o'zgartirishda intervyu uchun ozgina hayajon bo'ldi, chunki ingliz tilida men hali intervyu bermaganman. Bu уже intervyudan keyin я смогла. 2 kunlik syomkamni ham tugatib oldi. Endi uyga. To'g'risini aytsam, 2 kunlik syomkam tugagani uchun ozgina xafa bo'ldim, chunki 2 kun birga bo'ldik. Zo'r komanda edi. Uyga probkani deb 2 soatda yetib oldim.